Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilik 3ds Max dasturida o't o'stiradi, ya'ni chim gazon o'stiradi. O'shani skatter orqali o'stirishadi. O'shani eng oson yo'llardan bittasi bor. Bu Cheos Cosmosni aytib o'tib ketgan edim. O'shandan xudo xolisi bu narsa uchun ham foydalansanglar bo'ladi xudo xolisi. Skatter uchun plane chizamiz. Plane chizgandan keyin mana o'zimizga kerakli chimni o'stirishimiz uchun plane. Bu bir misol. Mana bu Cheos Cosmos bor. Cheos Cosmosning logosini bosamiz и bizada mana bunaqa bo'lim chiqadi. Buni bizada Arnoldda qolib ketgani uchun mana shu bo'lyapti. Bu yoqdan render settingsga o'tamiz. Bu yerdan Arnold Corona o'tkazamiz. Keyin Cheos Cosmos ustiga bitta bosamiz, xudo xolisi yonadi. Bunga kirgandan keyin 3D Models bo'limiga o'tsak, pastda Presets bo'limi bor. Presets bo'limida xohlasanglar daraxt, xohlasanglar tosh, xohlasanglar o't, barchasini skatterdagi ishlatgandek ishlatsanglar bo'ladi. Mana odamlar bor bu yerda, odamlardan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi mana. Yo'nalishini to'g'rilab, misol uchun line chizib turib, o'sha linening yo'nalishi bo'yicha skatterdan foydalansanglar bo'ladi, xudo xolis. Bu Cheos Cosmosda mavjud. Cheos Cosmosda barcha modellar ham, materiallar ham bor. Bu funksiyalar ham mavjud, xudo xolis. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Misol uchun mana shuni download qilamiz. Mana 380 megabayt, ya'ni 4 megabayt. Mana shu o'timizni bizda hozir o'rnatishlar ketyapti. Lupani bossak, qanaqa o'tligini, nimalar qilinganini ko'rsak bo'ladi. 10 tomonga o'tsak, o'shani bosib turib lupani qaysi o'tlar skatterda mavjud bo'ladi. O'shalarni ham ko'rsatib beradi, xudo xolisi. Mana shu o'tlar skatterda mavjud, xudo xolisi. Mana bitta sketchat qo'ydi. Bu sketchat qilib bo'lgandan keyin uzatish tugmasini bosamiz. O'shani xudo xolisi 100% o'tadi. Mana o'rnatishlar ketyapti. Mana bitta o'rnat bo'lgandan keyin o'zi pastda mana bunaqa paydo bo'ladi. Bundan tashqari mana bu ptichka paydo bo'ladi, o'rnatildi degan. Mana shu o'tlarni ham alohida olsanglar bo'ladi. Bu skatter bo'lganiga jamlanmasini qilib bergan. Boshqa skatterlar ham mavjud. Ularda boshqacha o'tlar, toshlar, boshqacha toshlar, hammasi bor, xudo xolis. Mana bo'ldi, uje o'tdi. Endi buni bitta bosamiz. Bu yoqqa o'tyapti, mana pastda zagruzka qilyapti. Importing Cosmos Models 25% bo'ldi. 100% bo'lganda xudo xolisi o'tadi. Xuddi shunaqa skatterdagi ishlaydi, lekin botdan olib kirsanglar ancha sizlarga qulay, vaqtinglarni ham ancha tejaysizlar, xudo xolisi. Mana o'tdi. Botda ko'rinmaydi, sababi biza interaktiv render qilsak ko'rinadi, xudo xolisi. Single mapga o'tkazamiz. F10 ni bosib scan bo'limida start interaktiv qilsak bizga ko'rinadi, qanaqa bo'lyapti, qanaqa jarayonda. O'shalari start interaktivda ko'rinadi. Hop, buni bitta bosamiz. Mana bu nima uchun bitta bo'lib turibdi? Sababi plane'imiz kichkina bo'lgani uchun. Mana plane'imizni 500 ga 500 qilsak, o'sha 500 ga 500 mos bo'lib turib bizga mana o'tlarni tashab beradi. O'tlarimizni, xudo xolisi. Xuddi shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Mana start interaktiv qilamiz. Mana xudo xolisi tashab berdi. Xuddi shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda tosh ishlatasizlarmi? Mana tosh ishlatasizlarmi? Odamlarni ishlatasizlarmi? Daraxt ishlatasizlarmi? Xohlagan modelinglarni qilib ishlatsanglar bo'ladi, xudo xolisi. Bu ma'lumotlarni menga Telegramda savol kelgani uchun shunaqa video qilib chiqaryapman. Bemalol savolinglar bo'lsa qoldirsanglar bo'ladi. Qo'limdan kelgancha sizlarga yordam beraman, xudo xolisi. Telegram kanal linki profilda mavjud, xudo xolisi.